Hammaga assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Bu videomizda biz ozgina boshqacharoq mavzuda qilishga qaror qildik. Yangi Afsungar seriali chiqqan, ya'ni 2-fasli. Shuni qayerdan ko'rish mumkinligini qisqacha ko'rsatib o'tib berib ketaman. Albatta buni ko'pchilik biladi, albatta bilmaydiganlar uchun. To'g'risini aytganda buni ham ko'pchilik yozib so'radi, shuning uchun video tayyorlashga qaror qildim. Bizga yangi TV ilovasi kerak bo'ladi. Mana shu ilovada premyera bo'lib chiqqanini bilamiz. Bu reklama emas, shunchaki ma'lumot uchun ko'rsatib beryapman. Mana kirganimizda uni boshidagi kinolar chiqadi mana. Merlinning yuksalishi degan serial. Unda aktyorlar boshqa insonlar o'ynagan, lekin o'sha syujetlar o'xshash boshqa zamonda bo'lganini ta'kidlaydi. Tomosha qilishni bosasiz, ha'ni bosasiz va premium sotib olishingiz kerak bo'ladi. Sotib olish tugmasiga bosib, balans 0 ko'rsatyapti. Balansni to'ldirishni bosasiz, payme klik, paynet xohlaganingizdan foydalanasiz. Mana ustiga bosib, qancha summaligini yozib to'lov qilasiz. Ya'ni 15,000 so'm to'lov qilsangiz 1 oy uchun tarif beradi. Xullas mana shunday qilib kinoni ko'rishingiz mumkin. Mana bu syujetlaridan qisqacha lavhalar. Qiziquvchilar uchun bundan tashqari boshqa kino va seriallarni ham birinchi o'rinda mana shu ilovalardan topishingiz mumkin. Agar bundanda yaxshiroq yoki bepulroq bunaqa ilovalarni bilsangiz, kommentariyada yozib keting. Va bunaqa saytlarni ham yozib ketsangiz bo'ladi albatta. Ko'pchilik insonlar foydalanishliklari uchun. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Videomiz mana shundan iborat edi.